qarang. Ana, bu yağlık chiroyliqmikan? Ana. Nerede deyman? Nerede? Ana. Chiroyliqkan. Ana, siz avval bir necha qadam meni sinab beqing, ha? Oyoq azodi kelamdika, kamandika. Meni beqing. Putungizni qistimagandi, ha? Ana, qandaq sizga yardimi? Yardı, bek yardı. Ben ekegen ötük anamı yardı. Ana, yanıla ben ekegen yağlık çırayla. Ya, yanıla ben ekegen yağlık çırayla. Soğuk kılınlar. Her kılınların soğuğu, bek yardı. Ana, benim ötüküm yarı kalsılar. Yarışalı. Beşik mi kızım? Hasancan, yaxşı mısın? Ana, qarana, yengem bugün bek çırayla bulup gidipti, ha? Ne dikeni? Bugün hammacan hemeden bek çıraylık bulup getipti. Nemi degen çıraylık roman bu? Mana bu modluk ütüklerçi dıxı. Birinci öktabir döylep bayram kep kaldı. Mana bula Hasancan bilen Hüsencan'dan toğulgan günümde atap etbergen soğuğat. Ana, bu toğulgan günümüzde atagan soğuğat emas. Toğulgan günümüzde ayrım soğuğat tayarlavatımız. Ben Hüsencan bilen Hasancan'ı tayarlı hizmetlerini işleş berişki çakırıp gelgendim. Hazır bir talay adam yolunu karap olduruşudu. Vakayet bir yay beripti. Biz mağayla ana. Hoş ana. Ana, hoş emse. Risalet, taktap durma. Sizler bana qandaq esli soğuğat vermekti? Bu məxfi. Bu kəksizlərini qara. Hey, Fıqa, biz mağında o. Gözden kızarmışsın, ha? Ben qandaq qılım, ha? Bir amal qılmamsın, ha? Hoş! Nemege közüm kızdırattı. Nahit şu kız dostum bu. Sadır. Mana bulanı, oğullarım bana soğuk kılır. Nemi degen obdan. Ola hazır yana toğulgan gününde atap soğuğa tayarlavatıdı. Sadır. Eğer hayat boğan bolsanız, ballarımız sizden toğulgan gününüz için nurgun nersilen soğuk kılgan bulattı. Vaqtida Sadir kalpin ichidan qutqizib chiqqan Sanju bolasi Hüsencan. Dadamning obrazini yaxshi chiqadi. Rahmat sizga. Rejissor, bu usulni yaxshi ishlatdi. Rahmat. Ko'pchilikka rahmat.
Köp rahmet. Ciddi vazife. Derhal etretki qaytыңlar. Hasancan? Ha? Mening numaramni ko'rmamsiz? Afsus, ishim chiqib qoldi. Kelar qatim kerak. Sizlar sahnasidan atib tursanglar, mushnaq kelsanglar qandoq bo'ldi? Biz cho'ng tozlashga boramiz. Bilamsiz. Agar xotirjam bo'lamiz, biz bilan birga bossangiz bo'ladi. Salat! Nari chiqing! Mana bo'ldi, sizlarga gapim yo'q. Şevinci, katil cinayetçi, 42 yaş. Hem kabi hem hiligar. Aşo töteylerinin katlıvişi. Şavşon, 24 yaş. Bulançı hem baskınçılık cinayeti bilen 15 yıllık kesilgen. Manıbo Niyaz, 30 yaş. Muşluşup adam öldürgenlik için ölümge hüküm kılıngan. Tursun, pravsız maşina edip adam bastırıp etkenlik için 5 yıllık qamak cezası verilgen. Hazır ceza mutlu ötevatqınıga 2 yıldan aşkan. Yargılık yaptınız. Yargılık yaptınız. Yargılık yaptınız. Bana pızgın Allah. Pız. Korkta. İyi mi kımarsa? Beni koyma. Benim kotum ballarım ba. Benim dadam ba. Ben silahı flaşa vermem. Beni koyma. Beni koyma deymen. Beni koyma. Ağladın mı? Medirlamak ok çıkama. Çıktı. Hammamiz birga qaytib chiqdik. Endi bir-birimizni tatanlab o'q chiqarsa qanday bo'ladi? Chiqdi. Sen qaytib borganing bilan Jehi darsiga seni boshqa uytami? Sen sirtqi ishlarga chiqib uyga qaytadigan odam emas. Sen degan qochqon jinoyatchi. Buni tushunamsan? Ular osmon o'tar yerga qafan qilib saqlayotdi. Xotiningni sig'ingan bo'lsang, berib ko'rib kelsan bo'ladi. Lekin cho'qim ehtiyot qilmasang bo'lmaydi. Tez berib, tez qayt. Ma'qul. Tushundingmi? Tushundim. Ular seni tutib olsa, jazoni to'plab egri tutadi. Uyaga borgandan keyin Beylik kebapçı ağzını tepep onunla benim kelganligimni aytib qo'y. Ha? Ma'qul. Ma'qul. Kasab ishga jur'at qilamansan. Siz berib tiz qaytsan. Bizga sotqinlik qilmaysan. Esingde bo'lsin. Tushlikka soat 4'da hammamiz to'g'riliq yig'ilamiz. Şevinci, eğer bu abla qaytib kelamasa, biz hammamiz biroqni tugatmaymiz bu. Ağzını yum. Amiz aytaqana, nimada o'tkitimiz, ha? To'rt tarafdagi yo'llarni hammamiz qamal qilgan tursa, birodarlar o'zaro maslashib bir mashina topmasak, bu yerni ushib ketalaymizmi, ha? Baya Etret başlığı İmin cinayetçilerin ahvalini köpçülükü tanıştırdı. Köpçülük şunu dikkat kılınlar ki bu kadar vazife intayı mühim. Devlet bayramıga fakat 2 günlük kaldı. Bu 2 gün içinde yüz bergen her kandak küçük işini mi çoğun iş katarı tanış lazım. Yukarının köpçetmesi asasen devlet bayramından ilgili bu cinayetçilerin çok kol uçuruş gerek.
Hammacha, ana, men vazifa balığını təmligendim. Hasancan sizni ensirab qalmışsın deb çoğun tozlaşqa bardı ekanmiz deb beni aldab qoydu. Meni ensirab qalmışsın demey, belkim sizni ensirab qalmışsın degendi. Hammacha. Bundan keyinmi, men sizlarning mudafiya xalqiningla bo'lishga rozi, ammo bir ish to'g'riliq menga va'da bersiz. Hammacha, qani ta'ziring. Men cho'qim va'da beraman. Har yil 1-oktyabr kuni bizning uy qurboni tikidimi deb avatlashib ketadi. Hasanjon, Husanjonlarning idorasidagi yigitlarning hammasi keladi. Yana dadasining burunqi sabdoshlarini keladiganlar bekchi. Nimanchi ko'p pechillar bu? Har bir odam 2 kishilik deysimi, yapti Bu qitim balkim 3 kishilik yap qolamizmiki? 3 kishilik? Onun bir kishiligi siz bilan Hasanjonni. Hammacha, sizning ishga o'g'lingiz bor-ku. Hasanjonni unutib qolmang. Shundaq. Ammo bizning Husanjon Hey, sizlar yoshlar nima deytinglar? Ha, rost, nishoni bormi, yo'q deysizlar. Ayting, to'g'rimi? Hozir bo'lsa, kech kunduz xiyolim mushu ishtila. Saadila xotirjam bo'lolmayman. Hey, Husanjonga muvofiqroq biror obdan qiz tanishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Hammacha, amisi o xanzi o'g'lingiz o'z kelib mendan iltimos qilsin. Ma'qul. Men cho'qim oldingiz Husanjonni avatiman. Hasanjonmisiz? Menga yana ochliq yeb kepsiz-da. Agar Hasanjon bo'lmasangiz, andaqda cho'qim Husanjon kelsiz-da. Men mana shu 2 kun ichida sizlarni cho'qim keladi deb faraz qilgan edim. Siz kim? Siz adi kim? Dada, bu men. Oğlunuz Tursun. Tursun mu sen? Dada. 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 Ben sizni cevap koydum. Oğlum. Tursun, qanday kirdin? Men uyda odam yo'qmikin deb to'nakdan tushgandim. Qechib kelmagansan? Men Hey. Meni dada degichi bo'lma. Meni sendek oğlum yok. Sen mashina haydab odam bostirib o'ltirding. Sen nima uchun emgak bilan o'zgartish maydonida obdan o'zgarmaysan? Mening bu qitim ifodam yaxshi bo'lg'achqa hukumat sizni yo'qlab kelishim uchun menga 3 kunlik ruxsat bergandi. Meni aldatmaydigansa, Dada, men sizni nima ishga oldiqdakman? Dada, mana qarang. Bu isbotnoma. Hukumatdan bergan isbotnoma. andaqda yaxshi. Andaq bo'lsa bo'pti. Dada. Bu kavapni siz gapirgandi, ha? Kavap? Bana kavap ep kepsende. Nezine pişip de terlikken. Lan şu bayraklı 8'li bir ha? Aç oğlum bir de.
Oy, Xaliq. Xaliq, so'zing bor ekan-ku, bu 5 yıldızlıq bayroqdan yana 2 mashina tushasam birdan sizdirib ketdik. Yaxshimisiz? Davlat bayramida hamma o'rinlarga davlat bayrog'i esildi emasmi, ha? Yaxshimisiz? Yalnız idora o'rinlandi otamsiz. Men degan uyimning ish kishib osman. Davlat bayramida bizning ko'chadagilarning hammasi davlat bayrog'i osmoqchi. Ko'pchilik vatanni so'ysa, men vatanni so'yman. Bilsangmi, men naylik hukumatning mushmalni bozorga silishni iltimos qilganda bir tiyimi foydalanmayman degan. Ha, kim bilmaydi, siz allaqachon foydani ep bo'lgansiz, ha? Saat içirsizin berkiti, köpçülükten bak Ahmet'i. Bu neymiş hop geldi? Yer duruş! Ko'pchilik bu yoqqa kelinglar. Vazifa bor. Baya yak tijoratchi Xoliqning to'platini topshirib oldik. Uning oq rangli jip mashinasi bulab ketilibdi. Mashina 1-nomerlik toshyo'l qarab menibdi. Bu ishning ilk 4 jinoyatchi bilan munosabati bormi yo'qmi, buni muayyanlashtirib bo'lmaydi. Shundaqdimi ofatning oldini olish kerak. Hasanjon, bak, Hasanjon, bak, Kerim, bak. Uchinglar darhol ularning oldini to'singlar. Xo'p. Şükürün kuluğu düşkünümden özü, benim nesbas kallıkta. Rabia, oy Rabia. Ver durma. Mana bo'lsin lampoları. Rabia, siz bu. Vazimetlerini size yokuşturun. Biz uyku kaytayın. Neymiş gitmez. Sodroptan bulavazsa öyle Kam neyim oldu? Odık ketkinizden qaraganda kendinizden böğrü qo'llab kelayotgan o'xshamanda. Demesang lama böğrü baki. Xabaringlar yo'qmi? Bu böğrü intayin yaman böğrü ekan. Bilmamsizlar? Kuchquduq tarafda emgak bilan o'zgartish maydoni bor ekan. U maydonda bir nechta tarmoq atrof bor ekan. U atroflarda jinoyatchilar bor. Ularning ichida o'limga hukm qilinganlar, o'lim jazosi kechiktirilganlar, yana muddatsiz kesilganlar, muddatli kesilganlarmi bor ekan. Shundoq. Muddatli kesilganlarning 20 yillik, 15 yillik, 10 yillik, 7-8 yillik tushilgan bormi? Kimlar? Xabaringlar bormi? Tungi shiyat jinoyatchining ichidan 4 odam qish bizni ayniz kapdi. Ular dadalariga portlatgichlar kiribdi-da. Ya'ni qo'llarida avtomatim bor ekan. Avtomat? Ey Rabia, biz bo'pti qaytaylik. Ezi, men qarang, siz shamol chiqqanini ko'rsangiz yomg'ir yog'di deydi ekansiz. Siz degandek unchalar dahshatli emas-ku. Yig'ishtirig'ingiz bo'lsa yig'ishtiravering. Biz teri kechki bozorga boramiz-da. Yig'ishtirsangiz o'zing yig'ishtiring, ha. Biz kechki bozorchimiz. Faqat noillik yig'i idorasining revizkisi joyli bo'ladigan har qanday yomon odamlarni qechib qutulamaydi. Men so'zimdan shunda qo'rqinchoq ekanman. Qara buni. Gelin vallahi gelin. Gelin. Dokunayım. Tamam. Bir ahvol bo'ldi. Av ikki balık qarag'ini. Dadisi bilan shuncha qo'shal ketyapti. Agar dadimiz bugungacha hayot bo'lgan bo'lsa, qanchalik baxtli bo'lgan bo'lardi. Lekin o buzruklarimiz men uchun o'z hayotini qurbon qildi. Uni bir haqiqatni ko'rib olamadim. Agar hech kimimiz Moşa 4 jinoyatchini tutib.
Devrimimizni qo'g'day olsaqla. Şunu o'ziga dadimizga bo'lgan sevg'inishimizning eng yaxshi ifodasi bo'ladi. Qanday dedi? Qarangi bir Ana, sizin gapsizda, ha? Rasalet işkimiz devlet bayrağı alaylı deb çıqqan çok. Bayram günü işkimizge esip koyaylı deymiz. Menimcha, yanıla anam etraflık oylaydı ekan. Anam bizdimi bekrek vatanperver ekan. Qara seni, anamga yana xushamit qilyapsan, ha? Senin xo'shamitingchi. Hammasini yangamni uchirishda ishlatyaptingmi qanday? Hüseyincan, ko'zimni asitgansiz. Hüseyincan, işkanlar qalayınqan gep qilib risolatni renjitib qo'ymanglar, ha? O sana layıklik berishga ma'qul bo'ldi, Jumo, ha? Risolat, Hüseyincan'a ağzım aymaq qizdan birini tepib ber, ha? Bana nere? Ana, bu yani meni mo'za qilyapti. Qalbi qilmanglar. Adibimiz birdan. Ana, Hüseyincan ishkimiz hozir Turg'un boyning uyiga uni opirib berganim yo'q. Siz Risolat bilan Haridanning uyiga yo'liqqach keting. Ana, Tursun shaytonning kayniga kirib, emgak bilan o'zgartish maydonida kechibdi. Bola, şimdi eğer Tursun rastınla yoshirincha uyiga keladigan bo'lsa, xotini onunga o'zini ma'lum qilishga nasihat qiladi. Hadi gapini ishini qoldim. 97 ta. Bova, kechtirdilarmi? Yaxshimi sen? Tog'a, yordamlashaymi? To'lqin, xulqi yumshoq, obdan bali bo'ldi. Darsdimi o yaxshi? Bu sizning tarbiyangiz. Ishik chekyotidi. Hasanjonlar, men uni etgandim deyman. Chapsan ishikni och. Ishikni och. Ular kirsin. Dada, men ular bilan ko'rishni xejli bo'ldi ekanman. Ishkini siz eching, meni yo'qtab qo'ying, ha? Bova! To'lqin, bo'ldi chaqirma. Bovani ko'z ko'rmaydi. Men o'zim ochay. Farida, qarang, kim keldi? Yaxshi-ku. Nisaxonachim boya uni qechib kelganligini menga aytgandi. Ishongim kelmay ko'rib qaydab kelsam. Bu Rost shunday ish bo'lishini faqat o'ylamabdi ekanman. Tursunning isboti yaxshi bo'lg'achqa, Turmudin 3 kunlik damlish berib, bayramni qo'yib beribdi. Uni isbot qog'ozimi bor ekan. Isbot? Nima isbot? Akilani ko'rib baqay. Bolam, isbot qog'ozingni kelin qizimga bergin, ha? Men rost qochib chiqdim. Sizlarga yuz kelolmayman. Men sizlarni bak sig'indim. Dadamni, seni ham o'g'limni sig'indim. Sizlarni bak ko'rgim keldi. Hukumat yuz kelamsiz. Nisaxon achamning uydagilarni bizni qilgan g'amxo'rlikqa yuz kelamsiz. Yuz kelamsiz. Ailemizdagilar yuz kelamsiz. Siz nima uchun men bilan bolangizni o'ylab qo'ymaysiz? Acaba Hasanjonning oiladagilardan bizni qilgan g'amxo'rligini unutib qoldingizmi? Siz rostilla vafoga jafo qilmoqchimi? Sizlarni bek sig'inib ketdim. Zodila sabr qilolmadim. Shunda da tekshtirdingizmi bola? Ahvol
ekan. Aldırma. Avaldan kirib kuzib chiqay. Yana nima kerak? Voy, nimachilik kuchab ketsan. Misha turib. Meni qo'da. Turg'un cho'ndida. Turg'un cho'ndida. Biz sizlarga ochiqib kelgan. Dada. Tursun, gapimga quloq sol. Men sana 10 minut vaqt beraman. Obdanroq o'ylanib boqing. Chiqib o'zingni ma'lum qilmasan, o'choqda mendan og'rinma. Seni o'zim topshirib beraman. To'lqin, Farida, buni obdan qaranglar. Dada, meni qo'yib. Dada. Farida. Turg'unjon dada, biz sizlarga unib kelgan to'q. Qanday? Tallari salomat tug'andi. Jon jigar eningiz Husanjon bugun kelmagan o'xshamamdi. Turg'unjon dada, uni sevinib ketdimi? Bizni tez ko'maydi keldi. Doim meni ko'rganda uni sevinib ketdi ekanlar. Jon dada, rost gapni qilsam, bugun jiddiy vaziyat chiqib qoldi. Asli uni prikazchikdan avat beradigandim, lekin xotirjam bo'lolmay, uni o'zim ib keldim. Ben tushundim. Sonunda ben bu uni uyga kiribday. Asanjon, soatingizga qarab yiqing. Sonunda soat hozir dal 2 bo'ldi. Bir ish bo'ldi. Yana 10 minut turib turing. Bo'ldi, uni saqlamanglar. Tursun o'zini ma'lum qiladigan bo'ldi. O faqat dadasi bilan bolasini seg'inib ketib bilan mushundaq ahmoqona ishni qilib qo'yibdi. Hukumatning uning kamchilik qilishini so'raymiz. Tushundim. Xotirjam bo'ling. Tog'a. Dadam o'zini ma'lum qildi juma. Tushundim. Asanjon mu katta? Men bildim. Onu ep gitanlar. Asanjon, obdan qutila. Sizlar yana xizmatga satdinglar. Boshliq, undaq demang. Tursun o'zini ma'lum qildi. Bu qandaq motivi bo'lsin? Tursun o'z vaqtida non desep qasam ishkankan. Shunlashqa u hozirgi ish topshirmadi. Ammo mashina o'g'irlagan heliqa Avod Shivinjaning yaqin do'sti ekan. Ammo u hammani topshirdi. Maaşını qarmamdigan. O'ylamagan yerdan xizmatga o'sib qoldik-da. Kelalar. O'tiringlar. O'tir. Boshliq, atraf boshlig'i, bizga vaziyat topshiringlar. Men idora boshlig'iga doklad qilgan. Vaqtdan sizlarga vazifa o'rinlashtirmaymikin deyman. Chunki sizlar yozgan Tang'itaq muhabbat nomli usullik konsert noyimizning adabiyot san'at kechiligiga qatnashtirilgan nomer bo'lib tanlandi emasmi? Shunday qilsin bo'pti. Biz o Tang'itaq muhabbat degan nomerimizni onimizga bag'ishlash, otimizni aslash uchun yozgandik. Shuncha zo'r vazifa turgan edi. Bu bir nomer qilib bog'lab qolsak, buning nima ahamiyati bo'lsin? Shu emasmi atraf boshlig'i? Qandaq? Ular o'qti qobida deymidimmi? Tursunning o'zini ma'lum qilishi. Avutning mas'ul topshirig'ining o'zila bu bir zo'r bo'sish. Lekin yana 3 qashqun jinoyatchi bor. Ular intayin vahshiy. Biz ularni cho'qib tutishimiz kerak. Husanjon. Ishkinglar idoramizga birjib xanjar. Halqiliq paytlarda xuddi futbol maydonidagi erkin hujumchilardek bo'lishlari kerak. Tushundinglarmi? Tushundik. Hozir 3 qashqun jinoyatchi kutib olishni saqlab turibdi. Andaqda biz ularni kutib olib boraylik. Xo'p. Geldi. Parasamala. Bir adam başında düşmedi o. Otursun bizga haromzod bize. Tez. Bir necha qo'ychini o'chirtirgan. Ishimiz cho'g'ri bilib mayli. Tez.
Dokunat etaret başlığı. Toğratlıqda işqandaq şərp yox. Motosikletin avaz anlamatıdı. Dərhal kilinglar. Dərhal kilinglar. Düşendim. Hər qayta etaretlər diqqət. Atılыңlar. Harma, çaptan koğla. Telefon. Hamaca, to'xtab qoldingizmi, nima bo'ldi? Yo'q, bu yoqqa keling. Hamaca, durust o'ynayapmidimmi ya? Hasanjon nima degandi? Sizga o'xshamayotganim degan. Shundoq, sizdagi yosh, hozir turmushimiz yaxshi. U chog'dagi ahvollarni ifodalab bergidek ta'siriyotingiz yo'qdi. Hamaca, undaqda qanday qilsam bo'lar? O yili Hasanjon bilan Husanjon pixi bir yoshga to'lmagandi. Menmo endi 20 yoshdan halqagandim. Ikki bolani yudib yurib, har kuni herib charchab japa tassammo, lekin ko'nglim bek xo'shaldi. Keyin asta bolalarım cho'ng bo'ldi.
O ikkisi intayin rayiş boğaşqa, buningdan ko'nglim bekmi tasalli topatdi. Şoňa şuncha japa mushaqqat ichidimi sizga o'xshash hasratlik chiroy bilan yurmagandim. Öz vaqtida ko'nglingizda faqat ikki o'g'lingiz bor. Barligingizni shularga berishlab, ularni obdan beqib, tarbiyalab o'stirishni umid qildingiz. Öz qayg'u hasratlaringizni tamamen bir yoqqa qayirib qo'ydingiz. Shundaqmi? Buni bir yoqqa qayirib qo'yish deganimi bo'lmaydi. Faqatla o'z ishlarimni o'ylig'idek vaqt chiqaramadim. Öz ishimni o'ylig'idek vaqt chiqaramadim. Öz ishimni o'ylig'idek vaqt chiqaramadim. Qandaq o'ynashni endi tushundim. Aka, avayla. Jiningdan to'ydingmi? Allimadi spray hodisiga uchirsan, onam bilan risolatga nima deyman, ha? Buyur. Aka, bunda qilsam bo'lmaydi. Aka, bu zaharlik. Zaharni pamg'i yana. Buni chiroying chip qo'y.
Bek yaxshi sen. Maqtab ketdim. Bir nima bo'lmasa. Yo'q, hech nima bo'lmaydi. Ya, sen de hayret etme. Oy, Hasanjon, Husanjon! Dört kaçkın cinayetçinin ikisi joyini topdi. Endi Shivinja bilan Niyoz qoldi. O ikkisining qechib bag'dek yer bo'lmagan ahvolda noyimizga yo'shirinib kirishi ehtimolga to'limi yaqin. Ko'pchilik shuni diqqat qilinglarki, bu ikkisi intayin qabiy ham hilgari jinoyatchilar. Bo'lib mundaq ahvol ostida ular har qanday yomon ishni qilishdan yonmaydi. Shuna zimmamizdagi vazifa intayin eg'ir. Yuqorining buyrug'iga binoan agar bu ikki jinoyatchi yorqilga yo'shirin kirib olsa, davlat bayramidan ilgari cho'qim qo'lga tushirishimiz kerak. Yig'ib aytganda bizning yana bir kech kunduz vaqtimiz bor. Jinoyatchilarni tutish vazifasini cho'qim o'rinishimiz lozim. Eğer kışkı ablahını tutamazsak, anamın tuğulan gününü obdan ötküzemem. Sen kirib anamni ko'rib chiqqach, ahvolni uningga aytib qo'yaqsan. Balkim u ansirab o'ltag'andi. Anamni xotirjam qilay desang, o'zing kirsang bo'lmadimi? Ajiba tushunmas bo'lib qoldingmi? Ikkimiz vazifa o'tashga chiqib ketganda, sening risolating onamga hamroh bo'lib qolmaganmidi? Unda husni bo'pti. Bo'pti. Amsa men kirib risolatingni onamning hujrasidan qo'g'lab etay. Ondan sen onam bilan paranglashqin, ha? Sen kirib qo'g'lab o'g'icha, o'zimni kirib qo'g'lab chiqarib o'tay, ha? Ha? Aka, beligimning yarlanganligini onamga hargiz deyma, jumi? Aytib qo'yman. Onam seni aram ol deb so'rab kirib ketsin. Deb baqa qani. Ana, tek uxlamadınız mı? Vallahi qaytib keldi. Vallahi qaytib ketdi. Ana. Ha o'g'lim, kiraver. O'sanjon qani? O çarlab so'raydi. Biz xotirjam bo'lolmay, sizni ko'klik kelgan. Manga Risolat hamra bo'lyotdi. Uning ustiga o'zim yolg'iz bo'lsam hech qisi yo'q. Risolat ochiq ko'ngil qiz ekan. Sen ishingga beraver, xotirjam bo'l. Balam, O'sanjon ikkalariga tuxum pishirib qo'ygandim. Mauni sen ye. Mao ikki talni ukangga og'ach bag'in. Kim berib qo'ymajimi? Ana, mush gapni davatqiningizga chigirimiz yo'lini ochdi. Men shundaqmi qilamanmi? Ukang ziyon tortib qolmasin deyman. Chapsan bo'l, O'sanjonni saqlatib qo'yma. Men bolam. Risolatga deydigan ikki his-gapim batdi. Risolat. Bir ish bormi, hammacha? Bilmedim. Men bo'ldingiz. Meni seg'ingansiz. Askiligini. Chaqchaq qo'ydim. Risolat, men texi onamning holidan xabar elayotganingizga rahmat aytmadim. Bu qilishga tegishli ishim-ku. Hay. O'sanjon ishkinglar soyidek bir-biringlarni keyindan qolmaydinglar. O'ynashga kelmidi? Bir ish bo'lmagandi. O'sanjon zaxminlab qoldi. Hozir sirtimni saqlab o'tadi. Risolat, buni onam bilib qolmasin. Bo'lmasa ansirab qoladi. Tushundingizmi? Eg'ir emasdi. Eg'ir emas, yarisi yenik. Hey, onamning tug'ilgan kuniga tayyorlayotgan sovg'a qanday bo'ldi? Atta, xalq teatrida repetis qilamiz. Ey, vaqtim chiqsa, cho'qim boraman. Men mangay.
Ana, Ha? ben kettim. Xo'sh bolam. Ben babay. Ehtiyot qiling. Bana lağmen. Ha, mana lağmen geldi. Lağmen buyurqa qaysinglar? Qaysinglar lağmen buyurqa? Bu ablah. Çoşkanda qıplı gözden kayıp oldu o. Onu tutamısam mı? Hasancan bulma gidey. Doğru. Ben bu onu tutamısam Hüseyincan bulma gidey. 25 yılның алдыда Әсенжанның дадысы вапат болған чағда мен сізден әтіліп баттым. Әсенжанның дадысы келкінден құтқызып алған Хәнзу балысы Hüseyincan bilen Әсенжан üçümüz бірге yaşap geldik. Hammacha, nima uchun qaytiyatliq bo'lmedingiz? İkki baladan xotirjam bo'lolmadim. Hammacha, to'liq azob chekibsiz. Mening Әсенжанны azobga qo'yg'im. Bo'libmi Hüseyincanның diliga azor bergim kelmedi. Uyan o'ylab azobni o'zimni tatay dedim. Keyin yeshimni cho'ngiyvergan siri bu ishlarni o'ylamaydigan bo'lib qoldim. Әсенжан bilan Hüseyincanmo o'sib cho'ng bo'ldi. Agar baxt deyish to'g'ri kelsa, mushuni o'zila. Men uchun zo'r baxt. Men hozir faqat Baldorak Әсенжан ishkanlarning beshida qo'shib qo'ysam, Hüseyincanni baldorak o'ylab olsam deydigan orzuyimdi bor. Hammacha, bu ishlarni so'rmasam bo'lgan. Kechiring. Dil yaringizni qo'zg'atib qo'yibdimi? Bu dil yarisi emas. Buning nimaligini o'zimni aytib bermayman. Balkim sizmi keyinchi bolaliq bo'lganda tushunib qolasiz. Shundoq. Shu chaqda tushunib qolasiz. Hammacha, cho'qim tushunib olaman. Yaxshi. Hey. Bunchalar obdan narsani sen qachonlar diye kim qo'yganding? Mening iliq og'aylarim bu yerda astola ish davratmoqchi bo'lgan. Biroq ular bir nechisi bir yo'llar to'g'ri tushib qoldi. Bu narsa ulardan qilib qolgan. Men bu narsani ishlatishni bilmayman. Men degan bu narsani obdan ko'raman. Bugün rasamazı qilib bir go'shib oldigan bo'ldi. Shaharga boramdiq. Shundoq. Buni kutmaga yerdan chiqish deymiz. Agar ular bizga chiqilmasa, bir amal qilib mashina tepib g'arib qochamiz. Agar bizga chiqilib qoladi ekan, u chaqda hech kim tirik qolmaydi. Obdanroq kun ko'ramizmikin deb jon chiqib ketib chiqsaq. Hey,
Tursun degan haramzada hamma ishni buzdi. Hasancan degan saqchilarmi bizni hadisa o'limini qistayotidu. Qabristonlikda yashadim deb hojat qildik ham topolmay yurdik ekamizda. Hey. Saqchi ekansan-da. Ana, qaranglar, o odam kim o? Siz kim o? Yaxshimisizlar? Nim bo'ldi Farida yenge? Meni tunimadingizmi? Niyoz? Qarang. Mana tag'am bir anglapli ovozimdan tunib oldi. Ben yosh vaqtimda ovchilik qilatdim. Har qanday vahshiy hayvonning ovozini farq eta olmayman. Tag'am qoltisi yumurliq kelib qoladi ekan. Tursun qani. O'tirgin kelganmi? Dadam o Sizlar uni bir odam bilan mashina tepib kelishga avatib ekansizlar-ku. Farida, sen meni aldayman deme. Agar Tursun satqinlik qilmagan bo'lsa, soqchi idorasidagilar nima uchun bizni izlab to'g'riliqqa bordi, ha? Ana! To'lqinning bir tal moyig'i cheqilib baqaqini. Qo'rqmanglar. Albatta mening uni o'ldirish niyatim yo'q. Niyoz, sen zodi nima qilmoqchi? Hoji kantiqni ochdi qilmadi. Ma'qul. To'lqinni qo'yib et. Men sana chayraslab chiqay. Mana endi aqlimni topdim. Balamga chiqilg'i jo'mma. Sen erkak. Kiz bo'l. Zarkos bilan aroq keltir. Ha, mana kabob keldi. Yenge, bana emre bo'lgin. Voy, nima taqishqanda? Qarab qolmaydi.
deychima. Başladı. O ig'ir zaxlanıptı. Tomirning so'qishim asta ketibdi. Tez qutqizinglar. Onu yer kaçırıp koyduk. Geçecek yok ka. O kaçıp gidemeydi. Dolqun, yığlama balam, yığlama. Yığlap, közüңni kadın çıkarıp alsan, kitap okuyamaysan, tamaq yavağın. Hösencan tağaң bilen Həsəncan tağaң senin intiqamın ağılı ketdi. O məl olla, keçip qutulamaydı. Tamaq ye, obdan balam, tamaq ye. Yığlama, hə? Obdan balam. Ben seningdek ballarni yaxshi ko'raman. Anangni doktorlar jiddiy qutqizib atadi. Sen mening qishimda bir necha kun turg'in. Biz degan urug' tuqqan tursak, gap angla, ha, obdan balam. Kim? Qo'rqib ketganini qarasin. Boş gap gel. Sırtda sakçılar bak. Baya Hasancan bilen Hüsencan'ın kolu uçup kaldı. Tas kaldı. Hey. Ha. Men baribir o'laman. Qasqan shapkalik birisini o'ldirdim. Ha? Nima? Sakçını öldürdün mü? Hey, bana vaqtni to'g'rilab ber. Odam ko'pchilik opirib patildiman. Ola sarasında qolgan paytdan foydalanib kechib ketamiz. Yaxshi. Taz bo'lsan gadang ichib odab ket. Soat 2 ni to'g'rilab qo'ydim. Hey, portlash vaqtini uzunroq to'g'irla. Xotirjam bo'l. Mening undan oson o'ligim yo'q. Kebaq yo'q.
qaçqın jinoyatchilarning taklif telefoni qabul qildik. Soat 2:20da qarorlik bomba portlaydi ekan. Biz hammamiz harakat qilib darkol xalqini amalga olishimiz kerak. Bomba bor ekan. Xalq teatriga boraylik. Kes. Aka, onu to'xtatishni bilamsa, men uni o'rganib manli qilay. Nerto? Pek yaxshi oldu. Chiqqandim. Nerto? Sen de qaram kelsan. Nemizga yaqin kelsan? Tasodifiy portlab ketgan bo'lsa, men bilan ketmay, senmi bilib to'shatding. O chaqda onam qanday yashaydi? Aka. Aka. Boboyning bosh qismi qattiq zaxmlanibdi. Faridaning miyasimi og'ir zaxmlanibdi. Har ikkisi jiddiy qutqazish orqali xatardan o'tib ketdi. Lekin bir mazgil doktorxona yotmasi bo'lmaydi. Boshliq. Men cho'qim yaxshi odam bo'laman. Bo'ldi, o'rningdan tur. Baydadan mushriq kelganda birinchi so'zila meni yaxshi odam bo'l dedi. Hozir hukumatga shuni ma'lum qilaman. Biz qishib chiqqan chaqda Niyoz qabristonlik yoshirug'ini bo'ldi degandi. Ular cho'qim qabristonlik yoshirni oldi. Boshliq, men cho'qim yaxshi odam bo'laman.
Ben Niyaz deyman. Bu nonkepi sen partlattın deb nani partlattın? Ha? Seni askeri qilib, meni bu partlat o'lsin dedimikin deb partlash vaqtini 10 minut keyinga surib qo'ygandim. U bombani men muvafiq etib to'g'rilab qo'ygandim. Endi konu uğrumuzga qaytanmaydigan bo'ldik. Qanday qilib, bu yerda o'limni kutib ketanmaymiz-da. Endi shu bir amal qoldi. Ata davlat bayrami. Biz ularni koni o'zini bechit qilib o'tdik. Ular cho'qim o'lim oldidagi g'oldirligini qildi. Ati tong sahardan burun ularni jazman tutishimiz kerak. Ishkinglar jinoyatchilar bilan ko'p qitim tutishdinglar. O'shar bo'lishinglar kerak. Ularning o'ch ilishidan saqlanish uchun buni qilaylik. Sizlar sirtga chiqmay, uyinglarni saqlanglar. Xo'p. Yoldaş Sadir, Kelkin aptidan qutquzish xizmati ustida qurban bo'lganligi uchun inqilobiy qurban deb tasdiqlandi. To'lqin, men bo'ldim balam. Mama, men cho'ng bo'lganda soqchi bo'laman. Yaraysan. Ana? Ana, qarang, shunda obdan keldi. Bu uzundan qaraga, yeridan uzilgan. Pek yaxshi. Buni og'ash ketdi. Bu Hasanjon qarg'ana seni. Ana, o doim meni bo'za qiladi. Men olay. Avaylanga. Süt. Bektenlikin. Ana, siz bek yaxshi jumi? O'sanjon, senza bu xo'shamatchi mijozini qachon o'zgartasan? Ilmi onam sana amroq qo'y. Ana, qarang, uningga tomoq yeyotibmi? Yana meni teriktiryapti. Hasanjon. Oye, Hasanjon, astroq yegin, yana ba. To'g'a, eski odamlarni tutaldinglarmi? Yo'q, dexe. U ablahlarni tutish uchun nurg'un soch tog'larim ketdi. Undaq sizlar buvam bilan onam uchun qisos olmamizlar. Buvam bilan onam texchi doktorxonada. Ularni pek sig'indim. Pekmi sig'indim. Balam, bo'ldi yig'lama. Tog'laring tomoq yeb bo'lib, u munofiqlarni tutqili boradi. U ikki ablahni tutib, buvang bilan onang uchun qisos oladi. Yig'lama balam. Bugun ikkinglarning uyiga kelishga vaqtinglar yetib qopti-ku. Ana, bugun vazifani uyda o'rinlaydigan bo'ldik. Nemishqa? Ana, idora boshlig'i ikki qochqonning qisos ilish uchun kelishini ko'z tutib, shundoq buyurgan. To'g'ri, shundoq. Qeyni ularning kaginini ko'rib baqay. Sizlar ishinglarga beraveringlar. Ularga o'zim taqabul tura olayman. Ana, bu mo boshliqning yaxshi ko'ngli. Uning o'ylaganlari ortiqcha emas. Sizlarda odam yetishmaydi-ku. Uyda o'ltirib nima ish qilsizlar? Ana, bizning uyda o'ltirishimizmi rahbarlik o'rnashtirgan vazifa. Shundoq. Zodi qanday vazifanglar borligini bilmayman. Chiqilib dadanglar hayot vaqtida bundaq vazifani faqatla o'tab baxmagan. Agar munofiqlarni tutamasa, oshnam dilidan o'tmaydi, uyqusini kammaydi. Sizlardek uyda o'ltirib saqchilik qiladigan ish nada bor ekan? Qanday qilamiz? Risolat. Bir siyliq ishga ablahni xalq sud sarayida ko'ribdi. Saqchilar shu yoqqa ketibdi. Tez bo'linglar bolalarim. Ana, ehtiyot qiling. Xotirjam bo'ling. Ana, Risolat, nafas olinglar. To'g'a. Nim bo'ldi? Iylik ablahlarni quroli bor ekan, ehtiyot qilasizlar. Omon bo'lg'aysiz.
Aman bulun. Hali Soğudu Sarayı'na kadar teşrif kılmalarını karşıladı. Soğudu Sarayı'nın devlet bayramı mezgilde barlık tovarlara nispeten bahada itibar verdi. Dikkat, Kaşqullar Soğut Saraydan ketipti. Çarlıqçılar davamlıq çarlaş ep beringlar. Nişan sezilgen haman barlıq köş şu yoqqa qartılsın. Ahval mana shundaq. Doklad başlıq. Bizga vazifa topshiring. Ha? Men sizlarga vazifa topshirgan-ku. Başlık, telefon. Ha. Voy. Ha, bo'ladi. Shundaq bo'lsin. Doklat başlık. Biz mi qo'g'lab tutishga qatnashimiz. O'zim besh og'zimga tushtab qarab o'tirolmaymiz. Başlıq. Bizni anam qo'g'layapti. O bizni dadanglarga o'xshamaydi ekansizlar deb tanqid qildi. O yana o'lgi saqchining keragi yo'q deydi. Bu ha? İnsan aka, işini asla. Kim? İnsan aka, işini asla. Hasancan var mı? Siz kim bo'lasiz? Ben Kaşqullarni ko'rdim. Shunga alayda ma'lum qilib keldim. Risale, kim kaçıyorlar? Buna kaçyapsa. Kim soldan sırtı münafıklardan getirsin. Bana bir bomba. Bakırma. Ölümü çıkardığa bolsa itip taşlayman. Beni qo'y yutama. Men avushga. Hozirgi ahvolni qaraganda Nisaqa ahvoli xatarlik emas. Agar qaramliq qilgan bo'lsang, jinoyatchilar vahshiyligini qo'lga oladi. Hüseynga, o'zingni besib olgan. Atrat boshlig'ining dediği to'g'ri. Biz o'zimizni besib olaylik. Sen o'zingni besib olganing bilan men o'zimni besib ololmayman. Nima? Niye? Sizler korşadı kaldığınlar, derhal teslim olunlar. Hemen Kur'an taşlaş. Şevenci, Niyaz, aytinglar, sizlar zat nima qilmoqchi? Nima qilatdiq? Biz yashashni xohlaymiz. Bizga bir mashina bersizlar. Bir mashina berib, bizning ketib olishimizga yo'l qo'ysanglar, hech kim hech narsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi ekan, bu saqchilarning onasi biz bilan birga jahannamga ketadi. Hüseyncan, sen bilen çağrınlar bulmuşsun. Bu işki Yavuz börünü kaçırıp koymağlar, çaplar yiğitler. Kela. Ata. Kimimsa? Ayta. Nisaxonning jiniga arturug'ing bormi yo'q? Qaysing onamning bir tal mo'yg'i chiqildi ekansan. Shuning jinni olaman. Hasanjon, sen xotirjam bo'l.
Biz bexatar joyga berib olsaqla, onangning bexatarligiga kafolat qilamiz. İşte. Şirinci, gepimni anla. Anamni qo'yib etkin. Meni go'rak tutib ol. Men sizlar bilan birga boray. Men sizlar bilan birga mangsam-ku, xotirjam bo'lasizlar. Chapsam bo'linglar. Anamni qo'yib etinglar. Qo'rqyapsan? Qur'onni tashlab taslim bo'l. Hüsencan hamakatli qilma. Men qeridim, ular bilan ketaveray. Hüsencan yaqin kelma. Angladingmi? Yaqin kelma. Anamni qo'yib etish. To'xta! To'qol yurak, nocho'sang meni otmabsan. Bo'ldi, o'yin tugdimi? Endi mashina bermsanlar, bir o'q bilan farq deydilar. O kimning mashinasi? Chapsan bu yoqqa kel. Tez bo'l. Shevinji, Niyaz, men bu mashinani sizlarga beray. Bunda qilaylik. Ular avval odam yo'q joyga berib olsin. Mening boshqacha o'rlashtirishim bor. Ma'qul. Shivinji, Niyoz, biz talvonlar qo'shildik. Mava efendim sizlarga mashina haydab deganlarga olib qo'ysin. Mashina haydab kel. Ana! Ana! Chiqi! Hayda. Ana! 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 Sencan! Bu nima qilganing? Anamni qaytirib ber. Anamni qaytirib ber deyman. O'zingni besivog'in Hüsencan. Neysaxon ochimiz sening onang. Shundaqla ko'pchilikning hurmatiga sazovor bo'lgan bir ona. Uning jinoyatchilarning ziyon zahmat yetkazishiga yo'l qo'ymaymiz. Shundaq. Osmonda to'r, yerda qopqonimiz bor. Jinoyatchilar hargiz qochib ketamaydi. Hasanjanmi onanglarni qutuldirib qilish uchun shunday qildi emasmi? Ha? Fukam. Onamizni cho'qim qutqizamiz. Tezroq haydamamsan? Elimiz 80'e gidip atlandı. 100 chiqa. Yo'q, 120 ga. Çaq-çaqım var. Başını qattiq silkinse, belandagi avnas partlab ketmandi. Onu o'la o'ynashga bo'lmaydi. Başını topla, tekerlek! Ben sana o'xshash jam bilan o'ynashmayman. Uzoq bo'lmay mashina tuzaydi. Başını bir tarafına koy. Öldü 5. Dikkat bilen to'singlar. Ar yo'lda qochirib qo'ymanglar. Biz qo'ymaylik. To'xta! To'xta!
Hüseyincan, onu hoşa keltirip, ahvolini so'rab baq. Ma'qul. Xoliq. To'xta! Qurol tashla! Tez. Shamol döngü. Meni qo'yiver. O'g'lim keldi. Yolg'iz bo'ri. Teslim bo'l. Yaxshi. Teslim bo'l. Men bularni saqlashmoqchidim. Ana. Balalarım, İsa'la, bana qaramay, o'q chiqaringlar. Tez o'q chiqaringlar. Yaxshi. Bir o'lik odam hamman kapsan. Qinota, atmamsa. Hozir men 3 kishi sanayman. Sizlar atmasanlar, mana men ataman. Başladım, sanaklı başladım. Bir! İki! Üç! Hasancan. Aka. Hasancan. Ana. Hasancan. Benim oğlum. Aka, dikkət qıl. Asılları ola süreylik. Aka. Bunu tut. Aka, mehkem tutqin. Hasancan. Gayret qil. Aka, qo'lingni mag'ba. Kuchab tortinglar. Gayret qil. Ana. Aka, qon. Hasancan. Ana. Balam. Balalarım. Yaraysan Hasancan. Yaraysan. Mana bu bizning tug'ilgan kunimizga qilgan sovg'amiz.